aka, unaqa qilmang aka. Meni qo'rqitmang aka, meni kechiring aka, kechiring meni. Mana qara, o'zingga kel. O'zingga kel! To'yga chiqding-ku mana. Mamaga bo'g'ib qo'yganman, bo'g'ib qo'yganman. O'zingga kel. Och eshikni do'lmaman senga. Och, ibrohim qaqosa, och eshikni. Och kelin. Och. Ketdi. O'zing ham sog'lig'ingga qara, kasaling kuchayib ketyapti. Birinchi mamani davolat olaylik, ketdi. Aka. Mana iflos narsa chiqib ketdi aka meni qonimdan mana aka. Men yaxshi bo'ldim aka, yaxshi bola bo'ldim, yaxshi uka bo'ldim aka men endi. Ketma aka. Xotirjam bo'ldim. Aka, yo'q! Aka! Voy dadam, yaxshimisan? Abdurahmon, yaxshimisan o'rtoq? Rahmat. Tushmadim o'rtoq, kun sovuq. Yo, mayli. Qanaqasan? Nima peshkom bo'lib qolding? Ha, pul zarur edi. Sotdim mashinani. Hozircha peshkomman o'rtoq. Menga qara. Nima hamma narsani sotaverasan? O'zi sotmagan nima qoldi? Hammasini sotaverasan, uyingda ham hech narsa qolmagandir, ha? Uyalmaysanmi, oyna? Odam bu yoshda o'zi nimadirlarga erishgan bo'lishi kerak-da. Siz unimi sotdim, siz bunimi sotdim deysan, mazgi. Nima deysan endi? Shunaqa bo'lish kerak ekan-da. Yaxshi bo'lib ketar. Yaxshi bo'lib ketadi. Sen ko'rib qo'yam, yaxshi bo'ldi. To'y boshlab qo'yganman, o'tarsa. Vo, kimga? O'zimdan seni uzatyapman. Gap yo'q. Akmal bab rozi qilibdi desani o'rtoq. Kuyov tanlashda adashmading o'rtoq. To'g'ri, hozir o'qiydi, lekin ro'zg'orni ham eplab qo'yadigan bola. Asosiysi halol bola o'rtoq. Unga bermayapman sinimni. Qachon odam bo'ladi o'rtoq? Qachon erishadi aytgan? Sen nima bilasan? Yaxshi o'stirganman. Xullas Akmalga bermadim. Kimga berasiz unda? Zavod xo'jayini Tohir aka bor-ku, o'shani o'g'liga. To'xta. U bola doriga o'tirib qolgandan xabaring bormi? Tuzalib oladi o'rtoq. Aka, seningizni baxtli qilaman. Yegani oldida, yemagani orqasida bo'ladi dedi. Xo'p dedim. Qalin puligacha $10,000 berdi. Qalay. Zo'r. Men uyalmasam ham bo'lar ekan-a? Nega? Men-ku muhtojligimdan u narsamni sotib amallayapman. Lekin muhtoj bo'lmasa ham jigarini sotayotganlar uyalsin. Shunda to'g'ri bo'ladi. Ishga shoshotdim. Gaplashamiz. O'z yaqinlaringizga islomiy hadyalar sovg'a qilib xursand qiling. O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish xizmati mutlaqo bepul. هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان